ulamolarimiz aytishadiki, savobdir kimki juma namozidan keyin mana bu duoni o'qisa: Allohumma ya g'aniyu, ya hamidu, ya mubdiu, ya mu'idu, ya rahimu, ya vadudu, aghnini bi halalika an haramika va bi fazlika amman sivak. Ana shu duoni kimki juma namozidan o'qishni odat qilsa, davomlik 5-6 juma shularni o'qib yursa, Alloh taolo kambag'al bo'lgan bo'lsa, uni boy qilib tashlaydi Alloh taolo debdi. Hech kimdan qarzdor bo'lmaydi, birovga muhtoj bo'lmasdan rizqi keng, g'aniylikda hayot kechiradi deyishibdi. Ya g'aniyu, ya hamidu, ya mubdiu, ya mu'idu, ya rahimu, ya vadudu aghnini. Ya'ni ey g'ani Allohim, ey hamdga loyiq Allohim, ey hamma narsani boshlaydigan zot, ey hamma narsa unga yana qaytadigan zot, ey bandalariga rahmdil Allohim, ey bandalariga do'st bo'lgan Allohim, menga halol rizqdan boy qilgin, haromingdan saqlagin, o'zingni fazli karaming bilan menga bergin degan ma'noni berar ekan bu duo. Yana mana payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan aytilar ekanki, agar shu duoni davomatda o'qib yursa, Alloh taolo o'ylamagan joydan rizqini yetkazib, bandalariga behojat qiladi.